Yunusobod 11-kvartaldan kelib, olib keta olmayotgan klientlarimdan ming bor uzrlarimni so'rayman. Sababi biza hozir bilasizlar, ota-onam bilan o'ta turishmayapti. Dachada ko'proq bo'lishyapti-da, o'sha hisobiga. Navoiy bolamizga berib qo'yganman, ko'chaning yuzida turadigan Erkin degan bolaga berib qo'yganman va juda ham ko'pchilik juda ham voqli kelishyapti, obedda kelishyapti, chiqmay qolyapti. Sababi kechqurungi 12gacha savdo qiladi-da, keyin kuni bilan yotadi. Kunlar sal tushgandan keyin soat 4-5 dan keyin o'sha chiqyapti-da. Shuning uchun agar kimdir kelmoqchi bo'lsa, iloji boricha obeddan keyin kelishinglarni tavsiya qilaman. Sababi men o'zim ham bu yerda bo'layotganim yo'q hozir ko'p. Mana bugun endi bolalarimni pachimuchkasi bo'lgan hisobiga bugun bu yerga keldim. Har kuni ham men bu yerda bo'la olmayman. Shuni inobatga olib, iloji boricha Yunusobod 11 ga keladiganlar obeddan keyin kelishinglarni tavsiya qilaman. Sababi ko'chada Erkin degan bolamizni sotuvga chiqaryapti, mahsulotlarimizni. Uydan keldimgilar, onamgilar olib berishayotgani yo'q. Shuni inobatga olib, obeddan keyin kelaverasizlar.